1998 yili. Professor Louis Ignarova yana ikki hammuallif qon tomirlarining elastikligini saqlashda azot oksidining rolini kashf etgani uchun Nobel mukofoti sovrindori bo'lishdi. Shu sababli azot oksidi barcha tirik mavjudotlar uchun kisloroddan keyin ikkinchi eng muhim gaz ekanligi ayon bo'ldi. Louis Ignarovning keng tajribasi va bilimlari kompaniyaning yangi mahsuloti Herbalife Nutrition Mixedworks'da aks etgan. U 2003 yilda chiqarilgan. Azot oksidi nima? Bu eng muhim biologik regulyatordir. Tanamizdagi trillionlab hujayralar muloqot qilish uchun azot oksididan foydalanadi. Uning yordami bilan ular signallarni uzatadi. Taxminan 30 yoshda azot oksidi ishlab chiqarish darajasi kamayadi. Shuning uchun uni oshirish zarur, chunki u qon tomirlarining elastikligini yaxshilashda, ularning tonusini saqlashda va butun tanada qon aylanishini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Normal azot oksidi darajasi saqlanganda ko'proq kislorod va ozuqa mushaklar va boshqa organlarga yetib boradi. Bu kuch va chidamlilik kabi ko'rsatkichlarni oshirishga, shuningdek mushak qurilishiga yordam beradi. Bir nechta klinik tadqiqotlar azot oksidining chidamlilikni oshirish va sport natijalarini yaxshilashda samaradorligini tasdiqlagan. Azot oksidi jismoniy zoriqishdan keyin mushaklarning tezroq tiklanishiga ham hissa qo'shadi. Azot oksidi hayot sifatiga katta ta'sir ko'rsatadi. U yurak-qon tomir tizimini faol qo'llab-quvvatlaydi. Bo'shagan tomirlar qon oqimini yaxshilashga, qon bosimini normallashtirishga va trombozni kamaytirishga yordam beradi. Hujayralar o'rtasida vositachi sifatida harakat qilib, azot oksidi asab tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Bu reaksiya tezligini oshiradi va xotira jarayonlarini yaxshilaydi. Kechqurun azot oksidi dam olish jarayonini rag'batlantiradi va uyqu sifatini yaxshilaydi.